tadbirkorlar, mening ismim G'aniyev Ma'ruf, Xalq banki Narxa filiali boshqaruvchi o'rinbosariman. Bugungi kunda bankimizda mavjud bo'lgan kredit turlari haqida ozroq tushuncha beraman. Bugungi kunda mahallalarda bizlarning keng targ'ib etilayotgan kredit turlaridan oson chiqishi hamda tez ajratish kerak bo'lgan kredit turlaridan biznesga birinchi qadam kredit turimiz mavjud. Bu bizning mahallamiz bankimizga biriktirilgan 19 ta mahalla mavjud bo'lib, o'sha mahallada fuqarolarga ajratiladi. Faqat fuqarolarga, o'z-o'zini band qilgan fuqarolarga ajratiladi. 17 million so'm miqdorida ajratiladi. 2 yil muddatga 27% plastik kartochkaga tashib beriladi. O'z-o'zini band qilgan. U faqat o'z-o'zini band qilsa bo'ldi. O'z-o'zini band qilgan o'zida kafil olib kelinadi. Tikuvchilik, hunarmandchilik, duradgorchilik, chorvachilik, boshqa turlar bo'yicha ajratiladi. 27%, 17 million so'm biznesga birinchi qadam beriladi. Undan tashqari bugungi kunda bilasizlar, har bir oila tadbirkor yo'nalishida juda ko'p fuqarolar kredit olmoqda. Ya'ni yaxshi olib to'lab yopgan mijozlarimizga moliyaviy ommabop, ya'ni inklyuziv kredit turimizdan ham beriladi. Bu faqat kafillik bilan ajratiladi. 50 million so'mgacha naqd pul shaklida 3 yil muddatga ajratiladi. Ayollarga 24%, erkaklarga 25%dan 6 oy imtiyoz davri bilan. Hozir yana shu o'rinda bizda xamroq kredit turimizni tushuntiradigan bo'lsak, bu xamroq kredit turimiz asosan yuridik va yasitda yuridik shaxs tashkil qilmagan ustav shaklida, ustav qismida 50% qismida ayol kishi ishtirok etgan bo'lsa, ushbu kredit turimiz ajratiladi. 100 million so'mgacha kafillik asosida, ya'ni o'zi shunday hech qanday rizgarov ajratiladi, o'zi kafil bo'ladi. Hamda 100 million so'mdan ziyod qismiga garov tarzida ajratiladi.